Talpadan bo'lib qolgan Iskandar Makedonskiy degan xuy pilotmanga video обращение qilibdi, ko'ringlar shuni. Yomon bilsa bo'ladi, tabror. Aslida haqiqiy haromi sen bo'lasan, Iskandar. Nimaga savol berishingdan oldin men senga Abror Muxtor Ali haqida tushuncha bermoqchiman. Onangni kultiga sikaysanday haromi men. Bu g'alati zinoni bolasini men onadan so'kmagandim. Iskandar, men ham onangdan so'ksam bo'ladi. Men til borman, ham til besuyi, onangdan, oilangdan so'kib tashlashga aqlim yetadi, ishon, lekin seni bunaqa haromi bo'lib tug'ilishingda seni fohisha onangni aybi yo'q. Seni fohisha onang men pasimdagi bor deb to'g'ri kelgan erkakka berib tashaverganda, keyin senga o'xshagan haromi tug'ilib qolgan. Rossiyaga kel, so'rab ol, bilet tashiyman. O'sha anasiga aytayapman. Senga bilet ham bepul. Uchrashamiz, kelasan, xohlasang pichoqda, xohlasang qurolda, xohlasang kim uzoq sikarada o'ynayman sen bilan. Iskandar, senga 3 oy vaqt. Lichkamga pasportingni tashlab yuborgan. Men senga Toshkentga bilet tashiyman, aeroportda kutib olaman. Onang zog'ringni ham olgan. Men senga o'xshab onangni men bunaqa qilaman demayman. Ko'zingni oldida onangni nima qilishimni ko'rasan. Senga mana shu bitta brachkamni gap bor ekan, shuni o'zi yetadi senga. Ey qo'ttaq Iskandar, mana men seni onajoningni sikaman, okamizdan jalab chiqib gapiribsan. Mana shu sana sut bergan bor, oq sut bergan onang. O'sha sutiga qo'ttog'im seni naqo. Ha onangni sikaysan. Ko'rsanmi Iskandar? Onadan so'kish oson. Mana senga bilet tashiydi. Tashiysanmi bilet bunga? Hozir tashlayveraman. Senga hozir bilet tashiydi, senga 15 kun vaqt. Kelib onang uchun so'rab ol. Kesting bo'lsa agar.